Qandli diabet bu jazo emas, signal. Qandli diabet bu kasallik emas, bu aslida hayot tarzi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan sizning sog'lig'ingizni sizdanda ko'proq o'ylaydigan Bobur doktor. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. Sizni o'tgan safargi kommentlaringizni o'qib, rosa quvvatga, kuchga kirib, mana sizga yana bir chiroyli temani yaxshiroq, kengroq va oddiyroq qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Siz esa hoziroq mehnatimizni qadrlagan holatda bitta laykchani qizartirib qo'ying va sizni qiynagan har qanday savolni kommentda yozib qoldiring. Do'stlar, qandli diabet tashxisi agar sizga qo'yilgan bo'lsa, bu sizni kimdir jazoladi emas, bu osmondan tushib qoldi emas, bu qarg'ish tegdi emas, bu qayerdandir kelib qolgan balo emas. Bu shunchaki ishoning, tushuning, ozgina miyangizga to'g'ri savol bering, sizga hech narsa qilmayapti-ku, hammasi yaxshi-ku. Nima qilasiz? Birovni eshitib, birovni eshitmang. Aslida o'sha oddiygina sizga qo'yilgan qandli diabet tashxisi bilan siz ozgina hayot tarzingizni o'zgartirib, tartibli ovqatlanishni o'zgartirib, siz umr ko'rishingiz mumkin bo'lgan yoshni yana ham ko'paytira olasiz. Kamaymaydi, ko'payadi. Chunki qandli diabet nima? Qandli diabet bu hayot tarzini to'la, to'kis nazoratini qo'lga olish. Ya'ni palapartish hayot tarzida yashab yurgan edingiz, uni shunchaki bir chekkaga yig'ishtirib qo'ydingiz va endi sifatli va tartibli hayotda yashashni boshladingiz. Chunki siz ovqatingizni tartibga solishni boshlaysiz, har doim ahvolingizni, sog'lig'ingizni nazorat qilishni boshlaysiz. Yilida 1-2 marta analizlar topshirasiz, ahvolingizni aniqlashtirasiz, kerak bo'lsa jigaringiz uchun, buyraklaringiz uchun, yuragingiz uchun qanaqadir muolajalarni olasiz. Keyingisi esa albatta hayot tarzingizga bittagina sport turini qo'shib aktivroq yashashni boshlaysiz. Keyingisi yaxshi uxlashni boshlaysiz. Qarang, bularni hammasi bugungi kecha kunduzda, ya'ni innovatsion meditsinada yashash, umr sifatini oshirish va uzoqroq umr ko'rish, yosharishni asosiy sekretlari. Yosharishni asosiy sekretlari esa bizda qandli diabetni to'la to'kis nazorat qilishni asosiy komponentlari. Tamom. Shunchaki mana shularga amal qilib ham siz qandli diabetingizni nazorat qilasiz, ham yosharasiz, ham tartibli bo'lasiz, ham o'zingizga ishonchingiz ortadi, ham maza qilib yashashni boshlaysiz. Shunchaki yuqorida sanalgan 3-4 ta odatlarni hayotingizga qo'shish orqali. U odatlar esa u qiyin ish emas. Shuni qilgan bilan muammom hal bo'ladimi deydiganlar, sizdan iltimos, avval qilib ko'ring. Avval hayotingizga o'sha harakatni qo'shing, o'sha stresslarni boshqaring, o'sha uyquni to'g'rilang, o'sha qonda qand darajasini o'lchang va o'sha ovqatlanish tartibini to'g'rilang. Kamroq ovqat yeyishni boshlang. Aslida bu qiyin ish emas. Ya'ni siz aktiv harakat qiladigan, aktiv harakatli ishlarda ishlaydigan bo'lsangiz, ozgina ovqatingizni ko'proq qilsangiz bo'ladi. Siz kun bo'yi uyda yotadigan, televizor tomosha qilib yotadigan yoki ofisda o'tirib ishlaydigan, shunchaki kompyuterda o'tirib ishlaydigan bo'lsangiz agar, sizga ozgina ovqat miqdori ham bemalol yetib, ortiqchalik ham qilib qoladi kerak bo'lsa. Shunchaki yo'q bo'lmasam siz ko'proq narsa yeydigan bo'lsangiz, prosta hayotingizga harakat qo'shishingiz kerak. Ya'ni ko'p yedingiz, marhamat, hech qarshiligimiz yo'q. Masalan, ziyofat bo'lishi mumkin, bayram bo'lishi mumkin, tug'ilgan kun bo'lishi mumkin. Ozgina ko'proq yeb qo'ydingiz, ozgina ko'proq yurib bering o'rniga. Ya'ni qandli diabet tashxisi qayerdan paydo bo'lgan? Ya'ni ortiqcha qabul qilgan kaloriyamiz qonda qand bo'lib ko'tarilib qoldi. Qand esa bizning energiyamiz. Energiyani faqat sarflash kerak. Ya'ni siz ozgina ko'proq yeganingiz bu tragediya emas. Shunchaki uni sarflashni bilsangiz bo'ldi, tamom. Ozgina harakat qilasiz, ozgina sal jonni qiynaysiz, tamom, muammongiz hal bo'ldi. Do'stlar, yana bir marta aytaman. Qandli diabet bu jazo emas. Qandli diabet bu hayot tarzi. Shunchaki hayot tarzini o'zgartirib, bunaqa videolarimiz bundan oldingi temalarda ham juda ko'p marta aytib o'tganmiz. Shunchaki hayot tarzingizni o'zgartirasiz, shunchaki baxtliroq, sizdan imkoniyati kengroq odam yo'qdek yashashni boshlaysiz. Shunchaki mazza qilib har bir kuningizdan rohatlanib yashaysiz.
Tamam, sizga boshqa xalaqit beradigan narsa yo'q. Do'stlar, agar sizda qandli diabetni boshqarish bilan mana shu hayot tarzini o'zgartirish bilan qandaydir muammo bo'lsa, siz uni to'g'rilay olmayotgan bo'lsangiz, bemalol murojaat qiling, kommentda yozing yoki bizga Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin, klinikamizga kelishingiz mumkin. Biz sizga yashash tarzini o'zgartirishda qo'limizdan kelguncha, kuchimiz yetgunicha maksimal darajada eng yaxshi yechimlarni bergan holatda o'zgartirib berishga yordam beramiz. Do'stlar, tortinmang, uyalmang. Bugungi kecha kunduzda juda ko'p narsani o'zgartirsa bo'ladi. Biz 21-asrda yashayapmiz va qandli diabetni oddiy matematika qilib bemalol boshqarsa bo'ladi. Hatto 80% holatda qandli diabetni remissiyaga tushirib, mazza qilib yashash imkoniyatiga ham egasiz. O'zingizni qiynamang, joningizni qiynamang. O'zingizni urug'ingiz bilan bir xil bo'lgan yoki qaysidir tanishingizni tanishib bo'lgan odamlarni eshitishni tugating. Ya'ni odamlar gapiraveradi. Siz ularni eshitib faqat tushkunlikka tushasiz. Hech qachon ularni eshitmang. Siz har doim o'ziga ishongan, hayotda nimanidir o'zgartira olgan, qaysidir bemor ahvolini o'zgartira olgan, juda ko'pchilikka yordami tega oladigan qaysidir mutaxassisni bemalol eshitishingiz mumkin. Do'stlar, siz bilan keyingi xuddi shunaqangi chiroyli mavzularda ko'rishguncha xayr deb qolaman. O'zingizni asrang do'stlarim.